Keyingi liniya esa bu iPhone 17 lar, mana bular hammasi marhamat tizilib turishibdi. Xo'sh, blogerlarning fikriga ko'ra, hozirgi kunda mana shu Air, mana Pro Max bularning ichida eng puliga arziydigani mana bu. Chunki bunda Pro telefonlarga xos bo'lgan xususiyatlar bor. Shu kamerasiga kirganimizda ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. Mana kameralari juda ham yaxshi. Xullas, mana buni ranglari. Bu och fioletoviy, bu ko'kimsiroq, bu yashil, bu oq, bu mana albatta qora rang yo'q deyilganida Pro Maxda, albatta qora 17 da va Airda bor. Hurmatli obunachilar, qisqacha obzor edi.